Yuragimiz ko'tarmaydi ketma-ket bunaqangi xursandchiliklarni. O'zbekiston terma jamoasi bizani erkalatib yubordi-ku. 5 daqiqa oldin ular Osiyo Millatlar Kubogi chempioniga aylanishdi. Ayni damda esa ularga sovrin topshirmoqda shaxsan prezidentimiz Shavkat Miromonovich hamda FIFA prezidenti Gianni Infantino. Bahs o'zi ham roppa-rosa 120 daqiqadan uzoq davom etdi. Bizni ishimizni yengillashtirib, Eron tarkibida Yusufiy qizil kartochka oldi. 90 daqiqada biron bir yechimga kela olmagan jamoalar ikkita extra time olishga majbur bo'lishdi. Birinchi extra time so'ngida Eldor Shomurodov penaltidan gol ura olmay bizni biroz ranjitgan bo'lsa, ikkinchi extra time oxirida Alijonov shundoqqina chiroyli golni muallifiga aylanib, bizni chempionlikka olib keldi. Buning uchun rahmat senga O'zbekiston. Shuncha berilayotgan emotsiyalar bizni kundan kunga xursand qilib, yuzimizni yorug' qilayotganing uchun o'zingga katta rahmat. Sportni qadrlab, bunaqangi bayramni ulashmoqchi bo'lgan yaqiningizga tez-tez yuboring va tabrikingizni, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Yana bir bor tabriklayman.